Bir asar, bir hikoya. Millionlab odamlar ko'rishni orzu qiladigan bitta san'at asarini tasavvur qiling. Hayolimizga birinchi bo'lib Mona Lisa keladi. Lekin har doim ham shunday bo'lmagan. San'atshunoslar va rassomlar uchun Jokonda portreti noyob asar hisoblangan. Keng jamoatchilik uchun esa u Louvre kolleksiyasidagi ko'plab durdonalardan biri edi xolos. Ammo 1911-yili muzey xodimi Vincenzo Peruggi uni yashirib olib chiqib ketgan kundan boshlab hammasi o'zgardi. Bu o'g'irlik dunyo miqyosida katta shov-shuvga aylandi va millionlab odamlarning e'tiborini Mona Lisaga qaratdi. Dunyo gazetalari bu voqeani oylar davomida bosh sahifalarda yoritdi. Har bir yangi tafsilot, har bir yangi gumondor va hatto eng kichik mish-mish ham asarga bo'lgan qiziqishni yanada oshirdi. Odamlar Louvre'ga shunchaki uning bo'sh qolgan o'rnini ko'rish uchun tashrif buyura boshladilar. Ayrim firibgarlar esa bu vaziyatdan foydalanib, boy kolleksionerlarga soxta Mona Lisa nusxalarini sotishga urinishdi. Hatto mashhur rassom Pablo Picasso ham bir muddat gumondorlar qatorida bo'lgan. Shunday qilib, nafaqat Leonardo da Vincining mahorati hamda sirli tabassum, balki shov-shuvli o'g'irlik va vaqt birlashib Mona Lisani dunyodagi eng mashhur san'at asariga aylantirdi.